Şagirdler. Kaçayım diye. Gitti mi? Mana o'rtoqlar, bu yillar qanday bo'ladi bu mollarda? Belgilari, taqarini urgan vaqti qat qaringa, qat qaringa o'ta to'yenda, to'l qarin o'ta to'yenda teshik bo'ladi. Shu teshikka kelib, mana shuni operatsiya qilib ko'ramiz. Narxos qilamiz. Yağı qo'lni avrusulanadi. Az operatsiya maydoni tayyorlayapmiz. Buni qatqarin o'tib to'yirdi. Shu teshikka olib taqilib qolgan, shuning hisobini molimiz shishib ketgan. Mana operator yaqinroq kelib ko'rsating. Bu ashqan rumina tamiya qildik oqshommi? Bu achapat ekan bu, turishni qara. Oxir formasidan olat shunday. Yo'q. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu molimizning ham ichida bir klinkama, prestik ibima degan gumonda keldik. Bu yillar qanday bo'ladi bu mollarda? Belgilari mana katta qaringa urgan vaqti tempanik ovoz paydo bo'ladi. Mol salgana yeydi, o'tni salgana yegan vaqti qorni shishib, damlashib ketaveradi. Shundan ham bu kasallikning eng ilovli belgisi-da shu. Mana miyda pastda bulan hammamiz bilamiz. Molda aşağıda 4 kamera bo'ladi. Bu pastda qat qaringa o'ta to'yenda, to'l qarin o'ta to'yenda teshik bo'ladi. Shu teshikka kelib, o'sha yot modda tiqilib qoladi. Shuning hisobini bunda tepanik ovoz paydo bo'ladi. Endi xudo xolasa shuni operatsiya qilib ko'ramiz. Kuzatishda davom eting. Hurmatli kuzatuvchilar, mana narxos qilamiz. Bismillah. Umumiy anesteziya, keyin umurtqadan periferik anesteziya qilamiz. Tur. Bu endi yağı qo'lni avrusulanadi-da. Soxta. Az operatsiya maydoni tayyorlayapmiz-da. Tiklanib tursa bizga qulay bo'ladi-da. O'zidan turgan. Yo'ldan turdi. Yumalaja bo'ldi. Operatsiya maydonini yo'q bilan zararsizlantiramiz. Endi bu video mesela şu işte olacak olan fazla bir tur. Kazın kopara yok Ne? Kuskus gibi yaklaşık. Fatih Pahalı. Bizim şimdi onu bir kapı. Yatacak mı? Böyle bir cevap. Koparıyorsun bunu. Hadi gel. Şagirdler. Kaçayım diye. Gitti mi? Mana o'rtoqlar, bu molimiz pres sovuqda yeb qo'yibdi. Mana shu teshikka qatqarim bilan to'lqarni qatqarim o'tib to'yirdi. Shu teshikka olib taqilib qolgan. Shuning hisobini molimiz shishib ketgan. Mana operator yaqinroq kelib ko'rsating.
Yaqinroq reys ana shu narsa. so'q. Ana shu narsa tig'ilib qolgan. Bo'ldi. Joningiz va molingiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu malum akşam operatsiya etdik. Bugungi ahvolni ko'ramiz endi. Ahvoli yaxshi. O'rtacha mana yemen ichaman deb turibdi. Suv bersizlarmi? 2 litr degan suv 2 beradi. litr. Asla beraverasizlar mana hozir. Yaqinroq ko'rsatamiz. Bu oshxona rumina ta'min qildik oqshom buni. Yo'q, mana xudo xolasa yeb qo'ydi bu. Ama karnım urtkan balam. Kurdun qoqsan. Ava. Yana bir qism o'tsa boringda. Bu achapat ekan bu, turishdi qara. Axir formasıdan at shunday. Yo'q, oqshomgi ahvoli qanday edi buni? Hozir qarang. Ber deb turibdi janob. Bavur qurt deyding boshda axir. Bavur qurt balam. Tamoq. Ya beladan qutulib yaxshi bo'lar endi. Endi xudo xolasa, esda ochilib ketadi endi bag'orasiz nasib etsa. Bo'ldi. O'zingning ishlaring yaxshimi? Qaraqsan mollaring. Ey. Yaxshi. So'marma, chalmali. Chiroyli. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Qaray bo'lib qoldi. Qaray bo'lmadi. 22'lerindemi? Xullas 20-25 kun bo'ldi bu malum operatsiya etganga. Mana malum yaxshi. Bu yerlar yaxshi qaradi buni. Qani operatsiya yaqinroq. Mana yeb tishlar yomon emas. Yeb turibdi. Operatsiya joyi mana. Bu ham sal og'ir va ichidan bu yeb chiqdi buning. Mana xudo xolasa yeb ichishlari chotki desak ham bo'ladi buni. Bugungi sana 17-may. 17-may kungi ahvoli buni balasi bu mana. Biz tug'andan keyin operatsiya qilibdi buni 3 kundan keyinmi? 4 kundan keyin. Ahvoli mana yaxshi. Yaxshi holatda. Bo'ldi, agar ishimiz yaqqan bo'lsa, bir mehnatimiz yaqqan bo'lsa, bir kimgadir manfaatli video bo'ladi, xudo xolasa. Bir like'larni ayamay, like'larni bosib qo'yasizlar. Bo'ldi. Joningiz va molingiz omon bo'lsin.